umradagi ota bunaqa ikkita namozni bitta qilib qilmaydi. Juma o'qishni eslatib o'tamiz. Juma namozini soat 12da birinchi azon chaqiriladi. Taqriban 12:10 atrofida birinchi azon chaqirilgandan keyin quyosh tikkaga kelgan paytida demak nima qilinmaydi? Namoz o'qilmaydi. Ikkinchi bor azon chaqiriladi. Ikkinchi azondan keyin imom xutbaga chiqib mav'iza, ya'ni va'z aytadilar. Haligini ham tinglab o'tiriladi. Boshqacha gap gapirilmaydi, ortiqcha harakat qilinmaydi va undan keyin takbir aytiladi. Takbirdan keyin niyat qildim 2 rakatli farz juma namozini imomga iqtido qilgan holda xolisan lillahi taala deb imomga iqtido qilamiz. 2 rakat imom bilan juma namozini o'qib olamiz. Undan keyin janoza namozini o'qiymiz. Janoza namozini o'qib bo'lgandan keyin 4 rakatdan 2 marotaba juma namozini sunnatini ado qilamiz inshaalloh. Ammo juda ham odam katta bo'ladi, zahmat qiyinchilik bo'ladi. Demak, o'zingizni ehtiyot qilib iloji boricha saxirroq joyda juma o'qisangiz inshaalloh yaxshi bo'ladi. Sumkalaringizga albatta bir ozginadan yegulik olmasangiz toki kelguningizcha o'zi asr bo'lib qoladi. Chunki ko'ryapsizlar, avtobusda odam ko'pligi uchun tashib o'zgartirib bermayapti. O'shanga shuni oldini olib o'zingizni ehtiyot qilsangiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bugundan keyin inshaalloh ziyoratimiz qolmadi. Umra qiladiganlar bemalol, ya'ni guruhga bo'lib umra qilmaymiz. O'zingizga 2 kishi, 4 kishi bo'lib, ketishdan oldin ham chiroyli bir umra qilib olsangiz, inshaalloh umra bilan ikkinchi umrani o'rtasidagi gunohlarga kafforat bo'ladi inshaalloh. Demak, yoshroqlar, g'ayrati shijoati borlar, ana o'zlari uchun yana bittadan qilsa inshaalloh o'zlariga manfaatli bo'ladi. Mana kecha adashmovchilik bo'lib, kimdir bizning nomimizdan kecha 8da tasbih tushsin ziyoratga boramiz deyishyapti. Yaxshi eshitib umrani hamma o'zi qiladi ehtiyot. Men qildiraman yo falonchi vaqtga tushinglar deb kelib yo'q. Umra qiladiganlar shirin topib bemalol o'zinglar umra qilaverasiz. Xayrlashuv tavofini ham hamma o'zi yakka qiladi. Hammamiz bitta bo'lib unaqa xayrlashib kelmaymiz, Demak, o'sha kuchi borlar, g'ayrati borlar, bemorligi yo'qlar, bemalol o'zinglar bo'lib, ana tavof qilsangiz ham bo'ladi.